Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İslam və Biz proqramımızın 135-ci sanını görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, neçə illərdir bu yan hər həftədə muşu saatlərdə huzurunlarda buluyatımız hər bir Müslüman çoxum Kur'an və sünnət nuru astıda düşünüş gerek boğan xilma-xil temalarını muşu bir qancha ildən bu yan ayrım tema qan şəkildə huzurunlarda sunup keliyatımız. Her daim qadek Allah Subhanahu ve Taala'dan bu sözlengen məzmunlarını doğru şekilde düşünüp hayatımızı tatbiq qilib Rabbimizin dünya ve ahiretteki ecirge erişişke müyesser kılışını Rabbimizin tüvencik bilen sorayımız. Qadirli görürmənlərimiz, tünügün elanımızı bəgəndək bugünkü temamiz Kur'an inkarçileri namaz haqqında nime deydi degan tema to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Elbette bu e'lonni ko'rgan har qanday muhojiratdagi xalqimiz bu nishondanki kimlarga qaratilganligini, millatimiz ichidagi millatimizni ozdirayotgan bilimsiz holatda qilchilik diniy ma'lumoti yo'q turib o'z sohasida bo'lmagan holatda ham o'zi ezish bilan lam chekinib qolmasdan millatimizni ozdirib har xil shubhilarga selishga tirishayotgan bir qancha bir barmog'imizning qo'lichilik sonichilik mi bo'lmagan bu aqlsiz maxluqlar qaratilganligini albatta har qanday bir Uyg'ur bu e'lonni o'qigan hamon tushundi. Ularning ismini tilga ilibmi og'zimizni chayqab o'tishga to'g'ri keladigan ahvol bo'lib qolmaslik uchun ismini tilga olmaymiz albatta. Uning loyiq emas bo'lganligi uchun. Shuning uchun bugun albatta bu tunji qatimliq bir ularninki safsatalarga, jo'yilishlarga qaratilgan tunji qatimliq bir program emas. Mayli Islom biz bo'lsin yoki o'sha Islom bizning programmalarning ichida bir qancha bo'limlarda vaqt kelganda ularning safsatalarga qistirma shaklda javob berib o'tilgandi. Hadis, sunnat, inkarchilik masalalarida va boshqa yana ochiq suhbat programmalarimizda biz o'limalar birligidagi olimlarni taklif qilib o'z vaqtida javob bergan tuqamdi. Bugün en ahirda bu aqlsizlikqa en voyiga yetib 5 vaqt namozimizdan tatib İslamning buni ham mushriklarning namoziga chiqaradigan darajada jo'yilib o'zininki qandaq maxluqlar ekanligini dunyoga jakarlagan bo'ldi. Allah azdursa ana shunday azdurdi ham insonni. Şuna bugün temamizda bu şekil tema to'xtalamiz. Programımızdan aziz mehmoni, her daimlik aziz mehmoni Sharq Turkiston O'limalar birligi a'zosi shundoqla Dunyo Musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Qashqariyni taklif qildi. Qimmatli vaqtini chiqarib, kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Endi qadrli ko'ruvchilarimiz, men mushada programmaga savolni boshlashdan burun xalqimdan, aziz xalqimizdan shu bir ikki og'iz gap qilmoqchi. Agarda biz, ya'ni musulmon xalqimiz, ya'ni biz tunugun musulmon bo'lgan xalq emas shu biz endi. Nihoyatda yiltiz tortgan, ya'ni asrlardan buyon biz islomga e'tiqod qilib kelayotgan xalqmiz. Agar xalqimiz ozroq sagak bo'lsa, bugun shundoq bir dunyoda yashayapmizki, har qanday soha, mayli u insonlar ko'z bilmaydigan odatdagi kasblar bo'lsin, va yoki eng yuqori darajadagi aqlimizga nima kelsa, butun sohaning mutaxassislari, shuning ilm odamlari, ilm ahllari bor va shu sohaga o'z sohasidagi odam chiqib u vaqtda bir gapini so'zini qilgan vaqtida insonlar uni e'tiborga oladi. Ammo hech bir aloqasi yo'q. Doktorlik masalan bir binokorlik qurilish ishchisi qildigan yoki qurilish bino soldigan bir eng yaxshi bir injener qopib doktorlarning sohasiga kirib olib, doktorlik haqida eng odatdagi ya teringiz chiqib qolgan bir yer haqida, uning buni haqida agar bu sohaga chat kirib gap qilsa, insonlar uni har xil ayblaydi. Sen ishingni qilaman deydi. Sening nima haqqing bu yerda bu doktorlarning har qanday bir sohasiga kirib gap qildiganga?
Hattoki doktorlik aholat kelgan doktorlarmi bizga o'ylab boqaylik. Har bo'limning ayrim o'zining doktorlik kenishkisi bo'lsa-mu, teri kasalligi odam ichki kasalliklarga, ko'z kasallik mutaxassisi hargiz tish bo'liminiki ishiga aralashmaydi. Hammasi o'zining bo'limida, o'zining sohasida doktor bo'lsa-mu, o'zi o'rgangan, o'zi yetishib chiqqan sohada gap qiladi, insonlar uni e'tiborga oladi. Ammo bu millatimizni ozdirayotgan bu maxluqlarningki o'ttir maktab saviyasichilik din haqida gap qilgan salohiyat yo'q maxluqlar hamda. Sen nima haqqing bilan shu xalqimiz bu yerda bu maxluqlarning gaplaridan, so'zlaridan mana qarab turib, "Hey, sen nima haqqing bilan bu millatga din to'g'riliq, Qur'on, sunnat haqida gap qilgan nima haqqing varsan? Qulongda o'ttir maktabning diplomi bormi din haqida gap qilgan varsan?" deb agar bugun dunyoda boshqa bir millat bo'lsa, har qanday mayli qaysi mayli Turkiya bo'lsin yoki boshqa millat bo'lsa, sening ekranga chiqib so'zlaydigan nima haqqing var? Sening qulongda bir eng oddiy, eng hech bo'lmagan bir universitetning hammangni shu so'zlayotgan maxluqlarniki. Ya sen mushu sohada, diniy sohada yoki Qur'on yoki hadis sohasi yoki bir qaysi sohada bo'lsin, mening so'zlash salohiyatim bor dediganga, qulongda bir narsa bormisan so'zlaydiganga. Sen nima haqqing bilan bu millatni xohlagancha jo'ylab, bu millatni ozdirishga chatkiriysan degan gapni har bir aql egasi, albatta ularning inkoslar qarasaqmi ko'pincha xalqimizniki tillab yer bilan yakson qilib, yani numus qilish, xijil bo'lish deydigan narsa butunlay lug'atidan o'chirilib ketgan. Xitoyning dafshaqliq san'atini mukammal o'rgangan bo'lishqa hech bir sohada bu o'zini mush so'zlayotgan, degan 50 necha bilim gap bo'lgan bo'lsa, qilchilik salohiyat yo'q turib, buningga chatkirib so'zlashi, masxirlarcha kulib, uni qilib, buni qilib millatni, butun millatning iymoni islom bilan o'ynashi bu qabul qilinmaydigan darajadagi nomussizlik hamdir. Shunga butun millatning normal xalqimizning inkosini pisan qilmagan shaklda yana nomussizlarcha o'zini Qur'onchi, o'chi, bo'chi, biz haq din yo'q. Hijr bo'lmasa aytgan payg'ambar bizga vahiy tushdi deyishim mumkin hamdir. Bunda desam hargiz hayron qolmasligimiz kerak bu maxluqlarda. Chunki numus, xijil bo'lish, hayo qilish degan narsa qolmoqda hamdir. Bugun dunyoda boshqa millatning ichida bundaq jo'ylaydigan insonlarni oz ko'rishinglar mumkin hamdir. O'ylab boqaylik. Bu darajada shuning uchun qolganimda programmamizda deyli ustoz bevosita programma kirib kelsak. Biz bularni ilgari bir qancha bo'limda masalan sunnat inkor qilish, hadis inkor qilish bilan to'nilgan tamda. Chunki hammasini so'zlardan, jo'ylishlarining hammasida bu rivoyatlar qabul qilmaydi, u bu deb shu safsatlarni setayotgan tamda. Bugun biz temamizni Qur'on inkorchilari deb qo'ydik hamda, namoz qilindi deb. Shunga bu sunnat inkor qilguvchilar Qur'onni inkor qiladi degan savolni boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana insaniyet yetekçi rahber olup gelgen, İslam'ın bütün hayatı ölen, sünneti ölen, hadisleri ölen, izahlap bergen peygamberimizge dua salamlar olsun. Elbette yukarıda deyilgendek bu sualdan başka acepleş mümkün. Biz neçe vaxtınızda sünnet inkarçılığı dep anlagan, Kur'an inkarçılığı diyenini, Kur'an geçen eslimen davat kan, Kur'an boyunca işkilimen davat kalın, Kur'an inkarçızgen töhmet emes mi dep oylap kalışı mümkün. Şunu bu meseleni açıklaştırış için hem bularınki bu gibi bir sahtipez, kezzap işkenligini bildiriş için gerçi bu Kur'an yön ya ki Kur'ancılar diyen atalığı kesip ilgilerine nispeten nemi maksat işbirliği enik olgan bolsa ama avamın nasıl nispeten roşen bulmaganlık için şuna Kur'an inkarcıları dep ağınımız uygun dep qarayman. Ama bu sünnet inkarcıları Kur'an'ın inkar kılam diyen sual. Gelsek özlerine Kur'ancı dep atavagan, Kur'ancı degen niqab astığa kirvagan Kur'an inkarcıları Peygamberimizden sünnetini, hadislerini inkar kıygandek, Peygamberimizden körsetmelerine tamamen işenmegendek, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine tefsiri birbirine işenmeydi. Bunlar özlerinki batıl akidesini, hata göz kararlarını aklaş için özünün ditiğe uygun kelgen ayetlerini kabul kılıdı, işiltidi, delil kılıdı. Özünün ditiğe uygun kelmeyen ayetler olup kalsa, onu kabul kılmaydı, emel kılmaydı. Kur'an-ı Kerim'de bazı bir ayetler ihçam bayan kılıngan. Tefsili oturup koyulmayan ayetler. Bu elbet izahlaşka, düşendürüşke muhtaç olan ayetler. Bunda ayetlerin izahat, tefsiri geldiği vakitte Peygamberimiz yaratmaydı.
Xo'sh. Uning zamoni o'tib ketdi dedi. O 21-asrga yaramaydi dedi. Bugun degan falsafa nur davri dedi. Bugun skolarizmlik davri, sharqshunoslik davri. Bugun shiali bozor topgan davr. Bugungi zamonning aqli bilan tafsir qilishimiz lozim. Muhammadning izoati buning yaramaydi degan maqsadda o'zlarininki ideya manbasi bo'lgan. Bugun yuz berayotgan mush qalaymiqanchilik, ozg'unlik, fitna fasodninki ideya manbasi bo'lgan sharqshunoslarning va shialarninki ko'z qarashlari bilan oyatlarni izohlash o'rindi. Masalan, misol olsak, bular Qur'oni Karimga payg'ambarlikning vazifasiga aloqador oyatlarni tilg'anmaydi. Ishonmaydi, amal qilmaydi. Buning qatoridan payg'ambarning bir manba ekanligi to'g'risida kelgan oyatni ishonmaydi. Tilg'anmaydi, amal qilmaydi. Masalan, faruddu ilallohi va rasul. Aqlinglarni qilamisanlar, sizlar bilmaydigan masala bo'lib qolsa, diniy masala bo'lib qolsa, buni hukmini bilmoqchi bo'lib qolsanglar, Qur'on nima deydi? Payg'ambar nima deydi? Manba bu marji'iyya Qur'on bilan sunnat. Ya'ni marji'iyya Alloh va payg'ambar degan bu oyatga ishonmaydi. Payg'ambarga itoat qilishning Allohga itoat qilish bo'lganligiga ishonmaydi. Men yuti'ir rasul faqat ata Allohga ishonmaydi. Payg'ambarga so'yib muhabbat qilishninki Allohni so'yish ekanligi, Allohga iymon keltirish ekanligiga ishonmaydi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'un degan ishonmaydi. Payg'ambarga ergashganlik hidoyat yo'l, to'g'ri yo'l ekanligiga ishonmaydi. Qur'oni Karim bu vaqt aniq emas, hammamiz Qur'oni Karimning oyatlar. Vattabi'uhu la'allakum tahtadun. To'g'ri yo'lni menga aytsanglar payg'ambarga ergashinglar deydi. Bunga ishonmaydi. Hayot vaqtida deb turib oldi-da bunimiz. Bu botiniy tafsir. Sharqshunoslikning Gollandiyadan kelgan tafsirlar bu. Sharqshunoslik markazi Gollandiyada, ya Qumdan chiqqan tafsirlar bu. Agar istixborot markazidan chiqmagansiz bir yerdan, u vaqt keyin to'xtalamiz. Bundan zodi vazifasini nima foyda oldi? Kim xizmat qilgan deyman. Xo'sh. Ham payg'ambar o'lga, lider, yetakchi degan bu oyatga ishonmaydi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Bunga ishonmaydi. Shunga bu oyatlar amal qilmaydi. Bundan boshqa nechilagan oyatlar bor. Bugungi darsimiz haqida ba'zilarini misolga beramiz. Bularning Qur'on oyatlariga ishonmaydigan. Chunki biz buni bugun demadik. O'tgan yil bayon qilgan 111-son tartib necha sonni bayon qilib kelgan darslarimizda, programmamizda bularning sunnatni inkor qilishdagi maqsadi Qur'onni inkor qilish degan. Bir-birlab Qur'on oyatini inkor qilish boshlaydiganda biz burungi programmamizni 1 yil ilgari o'ttirib qo'ygan. Bugungi kunlikda o'ttirib chiqadi. Bu bizningki o'zida Qur'onchi deb niqoblab olgan saqtipaz kazzoblar bugun chiqqan bilan, ammo boshqa tildagi, boshqa millatga saqtipaz kazzob zindiqlarda allburun oshkor bir masala. Xo'sh. Endi Qur'on bilan kifoyalanmazlar. Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmalarini, hadislarini, sunnatlarini bir butun inkor qildiganlar Qur'oni Karimni inkor qiluvchilar. Bular sunnatni inkor qiluvchi emas, Qur'oni Karimni inkor qiluvchilar. Chunki Qur'onning buyrug'i bo'ysunmaydiganlar, Qur'onning ko'rsatmasini e'tibor qilmaydiganlar, Qur'onning hidoyatini cho'rib tashlaydiganlar. Demak, Qur'onning buyrug'i ishonmaganligi uchun shu sunnatni olmaymiz, qabul qilmaymiz dedi. Shunga bular o'zlarini garchi Qur'onchilar deb atavasimi, islomning prinsiplari, islomning aqidasi, islom fikri, islom maqsadlarini hech narsani tushunmaydigan aqlsiz zindiqlar bo'ladi. Agar ozroq aql bo'lgan bo'lsa, bilim bo'lgan bo'lsa, metodga tayanib gap qilgan bo'ladi. Oyatlar gap qilgan vaqtida, oyatlarni tahlil qilgan vaqtida, tafsir qilgan vaqtida har bir fanning dunyodagi har bir bilimning metodi bo'lgandek, bu oyatlarni, Qur'on oyatlarini tahlil qilgan, tafsir qilgan, izohlashning bir metodi bor. Bular bu metod yo'q. Shuni oz yo'q so'zlaydi. Ozg'on deganimiz aqlsiz deganimiz shu. Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, bularni telefon so'ziga vaqtimizda Qur'oni Karimda bu payg'ambarning hadislarini abjumi sanglam bo'ladi. Bu payg'ambarning so'zlarini amal qilib jumi sanglam bo'ladi. Qur'onning o'zida yetarlik deydigan bir oyat yo'q. Qur'on sizlar kifoya, bu Muhammadning so'zini qo'yamiz, zamon o'tib ketib o'lgandan keyin tugaydi deydigan bir oyat yo'q. Agar bor deb qolsa chiqsin bu zindiqlar. Balki Qur'onda Qur'onning oyatlarini, Qur'onning prinsiplarini, ko'rsatmalarini izohlab berguchi shaxs Muhammad alayhisalom. Uningga ergashinglar. U ro'shan bayon qilib bergan balag'ul mubin deb sifatlaydi Qur'onning o'zida. Payg'ambar alayhisalomning hayoti Qur'oni Karimning amaliy tarjimasi.
ameli bayoni, ameli izohat. Xo'sh. Bu Qur'onniki Muhammad alayhisalom haqida da'vat qilgan gibi. Herkesmi Qur'oni Karimda Qur'onga ishonib, Qur'on bo'yi tutib mansanglar, Muhammad alayhisalomning so'zlariga ergash misolim bo'ladigan undaq bayon, undaq dil hech qanday yerda yo'q. Şu gibimizni qisqartgan vaqtida İslamның prinsiplariga, İslamның ahkomlariga amal qilaman deyotganmiz. Payg'ambar alayhisalomning sunnatiga, Payg'ambar alayhisalomning hayotiga qaytmay turib islomni tutib mangan olmaydi. Qur'onning ahkomlarini, Qur'onning ko'rsatgan prinsiplariga amal qilgani bo'lmaydi. Bu vajidan sunnatni inkor qilganlar amaliyotda Qur'onning izohati bo'lgan, Qur'onning tafsiloti bo'lgan, bular ixcham kelgan oyatlar haqida Qur'onning tafsiloti bo'lgan, islomning ikkinchi o'rin turgan qonunshunoslik manbasi bo'lgan sunnat inkor qilganlik uchun dal Qur'onni inkor qiluvchilar hisoblanadi. Xo'sh. Azg'ullar hisoblanadi. Hem İslam'dan çıkıp ketişler hesaplan. Demek namaz meselesinde, zakat meselesinde, hac meselesinde, şunun koşu netçiliğin meselelerde bu dini mesele olganlık için, bu insanların ictihadı koyabilgen dünyalık akli mesele olmaganlık için peygamberi kaytışka muhtaç. Bu akıl koyabilgen mesele emez, dini mesele. Bunun bayanını kimden alımız? Peygamberden alımız. Bu ne dedi ki, ya biz özümüz bunu hal kılalaydıgan seviyede dedi. Biz hali özümüz allame adamlar. Ya Marx'ın izahatı bilen izahlayımız, ya ki Mavzud'un izahatını izahlayımız, ya Gollandiyadaki şerhşunaslık izahatı izahlayımız, ya ki İran'daki kumbilen izahlayımız, bir iş bilen bugün günlük hal kılalayımız. Bu Muhammed'inki izahlarına, Muhammed'den emsiga hiç qanday ihtiyaç yok deb qaraydi. Gibimizni xulosaga vaqtimizda özlerini Kur'ançı deb niqab aslı alavagan bu sahtipaz kazzaplar İslam'ın akidesini, İslam'ın prensipini ve İslam fikrini tamamen komurup taşlaş vazifesini özgüren zındıklar diye var. Buların vazifesi bu. Buların nişanı bu, maqsadi bu. İslam akidesini, İslam prensiplerini, İslam fikrini bir-birlab komurup taşlaştığın başka vazifesi yok buların. Bunu milletimiz bu noktada düşünüş lazım. Biz bu meseleni ilgirimi to'xtaldik. Yani bunday ekan yana ochamiz. Balkim bular kimga xizmat qiladi degan temada to'xtashimiz mumkin. Xo'sh. Alloh razı olsun. Haqiqatan ham yuqorida deganimdek bu qatim bularmi shu butun albatta hammasi nurg'un safsatlarni to'ldirib turibdi bu bilimsizlik bilan. Bu qatim ham rasmiy o'zining peshonasini yerib oldi. Namoz haqida jo'yilib, musulmonlarning islomning tuyrugi bo'lgan 5 vaqt namoz yani eng savatsiz bir mikrofon tanlasa namoz haqida dunyoda har qanday o'zi musulmondir. Hatto 5 vaqt namoz o'qimaydigan insonmi tanlasa 5 vaqt namoz Allohning musulmonga bekitgan bir farzi men qilolmayapman amma deb o'qiyolmayapman u deb xijil bo'ldigan bir. Hamma odam farz ekanligida hiçbir insan şüphe qilmaydigan bir meseleni o'tirib qo'yib bu mushriklarning namozi degan yerga olib odamdi. Bu darajada yo'ldan chiqdi. Shuning uchun bu mushu jo'ylimalar haqida biroz gap qilgan bo'lsa. Bu ozg'un zindiqlar 5 vaqt namoz desa payg'ambar bo'lishi ilgirki bir namoz dedi. Yani İslam kelişi ilgiri cahiliyetki müşriklarning namozi edi, islom bilan aloqasi yo'q 5 namozning dedi. Shuni nereden öz ağzı bilan o'zini inkor qildi. Gaplari. Xo'sh. Bu orqali bular 5 namoz haqoratlamoqda. 5 namozni farz qilgan Janobi Allohga ve 5 namozni insonlarga, musulmonlarga yetkazgan Muhammad alayhisalomga qara chaplamoqda. Bütün dünyada musulmonlarimiz mesxir qilmoqda. Aqasım kafirning namozini o'qiyotsa, mushrikning namozini o'qiyotsa 5 namoz deydigan namoz yo'q. Aklın aqasına erişip kaptı. Saran aqasını. Şu. Neymiş qaz bular musulmonlarning namozini nimaga o'xshat desa, mushriklarning jahiliyatga mushriklarning namoziga o'xshat. Aklın saran aqasını. Bir insan sormaydiki müşahede. Sen mademki Kur'an-ı Kerim bizga yeterli Kur'an-ı Kerim nima degan bo'lsa shuni qilamiz deysan. Unda olsan 5 vaqt namozni mushriklarning namozi deganga Kur'an-ı Kerimdan bir oyatni sen qani daltila deb buni so'raydigan bir insanın her qanday insan aqli keldi-da, o'zining devatgan gapini o'zi inkor qildi. Bu so'zning o'ziga qarshi bir isbotda aslida. Qani Qur'oni Karimdagi isboting, mushriklarning namoz deydigan isboting qani degan. Yo'q masalan. Peygamber Aleyhisselam
ve Müslümanlar 5 vaqt namoz 11-yil payg'ambarlikning 11-yil Madinaga hijrat qilishi ilgari farz qilingan qadar adiganda 2 rakat, kech 2 rakat namoz o'qiydi. Kechilik ibodati u boshqa. Bu payg'ambarimizning va musulmonlarningki o'qib kelgan namoz. Endi bu zindiqlarning gapi bo'yicha musulmonlarning o'qib kelgan namozi mushriklarning namozi bo'lsa, o'xshash bo'lsa, ado qilish jihatdan, shakl jihatdan, rakatlar jihatdan. Qur'oni Karim mushriklarning namozi haqida nima deydi? Bu zindiqlar Qur'onga ishonmaydi degan yerim. Men oyatni ya tiqib qo'yaylik, ya ko'maklik, ya bilmaylik uchun, aqlsiz bo'lganlik uchun, tafsir shunasi bo'lmaganlik uchun, bir o'qimagan savotsiz bo'lganlik uchun. Qur'oni Karim mushriklarning namozi va ma kana salatum indal bayt illa muka'an va tasyan. Mushriklarning namozi qanday o'yon kulki bilan bo'lgan. Chaqchaq bilan bo'ldigan, qaytish bilan bo'ldigan, chavoq chelish bilan bo'ldi. Bularning namozi shu Allohga sajda qildik degan bo'lsa, namoz o'qidik degan bo'lsa, bunda o'qiydi. Bu islomdagi namoz, payg'ambar islom o'qigan namoz, musulmonlar islom kirgan tat o'qigan namoz, mushundaq namoz bilan o'xsham dezindiqlar deb baqishgan. Demak, bu oyatni ya bilmaydi, bilgan bo'lsa-mi, o'zininki yolg'on yovdan isbotlash uchun buni tilg'anmaydi. Bu darajada musulmonlarni haqorat qildi, dunyodagi musulmonlarni ham. Yoki o'zininki ideyasidagi boshqa musulmonlarni ham haqorat qildi. Mushriklarning namozini o'qiyotsan deydi. Xo'sh. Bunda so'rashimiz, sen o'z qanday qilsan, qaysi namozni o'qisak bo'ldi? Bu zindiqlarning birisi Amitabad deb Hindistonning butlarining birisini rolnagan bir vaqt. Ya'ni bo'zog'i cho'qinib, sajda qilib o'qi. Balki mendek o'qu demoqchi bo'lsa kerak. Biz bu vaqtda keyin yana tafsila to'xtalamiz. Bu birinchi bularni jo'yishlik javob. Qisqacha chunki qolganini demasakmi, xalqimiz qo'yib bersak yetarli. Ikkinchisi bu saxtipaz kazzablar bu 5 namoz o'qigandan foydasi yo'q. 3 namoz o'qisan shu bo'la, uni eshib kelsan hech qancha foydasi yo'q. O'zidan og'izdan chiqqan. Bular deydigan namoz 3 vaqt dedi. 5 vaqt namozdan foydasi yo'q. Ammo Qur'oni Karim qarab baqsa, Qur'oni Karimda nima deydi? Bu zindiqlarning so'ziga Qur'oni Karimning o'z oyati bilan javob beramiz. Hadis makkamaymiz. Xo'sh. Qur'onning deydi: "Vasta'inu bis-sabr was-salah va inna lakabiratun illa al-khashi'in." Sizlar dunyo qiyinchiliklariga taqobil turishda, nafsinglar qarshi turishda, shahvatlar qarshi turishda, har turli qiyinchiliklarga taqobil turishda ikki narsaga muhtoj. Birisi bardoshlik beranglar. Jangovar bo'langlar, irodalik bo'langlar, qaysar bo'langlar. Biroz qiyinchiliklar kelib qolsa, iqtisodiy qiyinchilik, siyosiy qiyinchilik, u qiyinchilik kelib qolsa, buning chinanglar deb bilmas. Ening keyin ruhinglarni kuchlantirish uchun namoz, energiyanglarni jonlantirish uchun namoz o'qinglar. Men namozni hammadan o'qimaydi buni. Bu namozni kim o'qiydi desa, qalbi Allohga bog'langan, jannatga tashna bo'lgan, do'zax azobidan ansiraydigan, Allohdan qo'rqadigan odam o'qiydi. Bu umr bo'yi o'qiydigan bu namoz haqiqatan jafoliq bir namoz. Shu. Hech odam buning bardoshlik berolmaydi. Faqatlam xoshiin subti kelgani o'qiydi. Allohdan qo'rqadigan o'qiydi. Ammo zindiqlar, fasiqlar namozdan kelib chiqib qolsa, besh og'raydiganlar, yoki namozni tadrij yo'q deb desak bo'ldi deydiganlar bu yo'q bo'lmaydi. Shuning uchun islom dini Alloh subhanahu va taolo 5 vaqt namozni farz qilgan bo'lsa, payg'ambar alayhisolamning sunnatini qo'shdi. Ruhinglarni kuchlantirish uchun. Alloh bilan bo'lgan munosabatni har zamon, har kun, har soatda sizlar bog'lashga, yaxshilashga muhtoj deganlik sababidan uning bilan birlik payg'ambar alayhisolamning sunnatidan sirt yan nafl namozni yo'l qo'ydi islom dini. Tahoratdan keyin o'qiladigan, azon orasida o'qiladigan, chachqa namozi degan qo'shish namozlarni yo'l qo'ydi. Demak, bu zindiqlarga bu 3 vaqt namozning boshqasini o'qisan, bunamiz Qur'onga foydasi yo'q dedi. Qur'onni o'zi qarsak, musulmonlarning hayotiga qarsak, bu zindiqlarning gapidan tamoman yolg'on ekanligi, islomni Xitoyga o'xshab o'rib tashlayman, namoz cheklayman degan o'sha bir safsat ekanligi ochiq chiqib turdi. Ya'ni bundan boshqa Qur'on Karimda necha oyat bo'lsin, yana bir misol kerak, bir dalil kerak. Qur'on Karimda inna salata tanha anil fahsha'i val munkar. Namoz insonni yomon ishlardan, yomon xiyollardan, ozg'un fikrlardan, zalolatdan, fasiqlikdan, shaytonning vasvasalaridan hammadan to'sadi dedi. Ixlos bilan samimiy o'qilsa. Bu namozning ahamiyati, foydasi haqida to'xtaladi. Bu zindiqlar deydiki, o'sha namoz o'qsa, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Qur'oni Karim bu Qur'onning o'zi javob berdi. Demak, bu Qur'onga ishongan bo'lsa, bundaq demaydi. Qur'onga ishonmaganligi, Qur'onning ayt inkor qilganligi, mana mushu namozdan keyin 3 namozdan boshqasining foydasi yo'q degan gapdan chiqib turdi. Xo'sh. Qur'onning o'zi buni yetarli javob.
Bu Qur'onni inkor qiluvchilar o'zi deyotgan, masalan, 3 qatim bo'ldi deb qanday namoz o'qiydan bu Qur'onni inkor qilayotgan bu maxluqlar? Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmasini inkor qilgan. Faqat Qur'on bo'yicha namoz o'qiymiz, Qur'onni tutib maqsad biz yetarli deydigan bu zindiqlar qanday namoz o'qiydi degan savol albatta tushadi. Biz sunnat kishanmaganda Payg'ambar alayhisolamning hayotini afsona xiyol deganga o'xshash bularning tasavvuri bo'yicha ya Payg'ambar alayhisolamning sunnatini inkor qilganda Qur'onning ba'zi oyatlariga ishonsin, ba'zi oyatlarni inkor qilayotgan bu zindiqlardan so'rab boqaylik. Ya zindiqlar, ozg'in zindiqlar. Agar sizlar jipolar rasul bo'lsanglar, bandat namoz o'qiydigan bo'lsanglar, bandat namoz 2 rakat bo'ladi deydigan bu oyat qaysi surda bor, nalbat deb baqishasizlar. Agar sen Qur'onchi o'qib qolsang, Qur'onga amal qilgan bo'lsang, mush Qur'on biz yetarli deydigan bo'lsang, Muhammad alayhisolamning sunnatiga, hadislariga hech narsa ishonmaydigan bo'lsang, bandat namozni sen ba deb qarab qolsang, ish o'qimasiz o'zing bilsa, sizdaqlar. 2 rakat deydigan Qur'on deyilgan ko'rsatdi. Bandat namazın başka peşim namazı, asr namazı, namazşan xutba namazın rakat sağlar Kur'an'ın qaysi ayeti, qaysi surda bari ko'rsatib baqasındı. Namaz mandaq şekilde ada qılındı deydigan ayet qaysi surda bari chiqarazındı. Namazdaki şartları, namazın buzulduğun amallar qaysi ayette bari deyişazındı. Namaz qandaq başlanıp qandaq axırlandı deydigan delili qaysi ayette bari chiqarazındı. Nima uchun namoz o'qigan vaqtda rukuni bir qilamiz, sajdadan chiqaramiz, o'xshash qilmaydi. Qani oyat. Qani oyat bilan chiqarazimda. Nima uchun tashahhudda o'tiramiz, hammani o'rtirib yug'ishtirib etmay. Chiqarazimda. Bu zindiqlar bunga javob berolmaydi. Chunki bularningki tayangan narsa hammasi xiyoldan iborat. Hammasi sapsatidan iborat. Hammasi zahardan iborat. Tayindigan hech qanday dalil yo'q bu zindiqlar. Xo'sh. Bu namoz bo'lmagan yerda uningdan boshqa ishlardan bo'lmaydi. Yani bularning degani biz skolarizm bo'yicha yozsak, tadrijiy islomdan chiqib ketsak bo'ladi dedi. Yani islomning ko'rsatmalari u vat, bu vat degan gap bo'lmasa, kallamiz bo'yicha, Yevropa bazasi bo'yicha birisi 5-boshqarma o'z zamonida Hindistonda harakat qilgan o'xshash balkim setib olgan bo'lsa, yana bizini bija setib olgan bo'lsa, biz xohlagan bo'yicha, skolarizm hayoti bo'yicha namoz ibodat demay, halol harom demasa yozsak degan maqsadda o'tirib chiqqan bo'lishi mumkin. Belki bu vaqtda keyin to'xtalamiz. Shuna bu yerda savol chiqadi. Bu zindiqlarningki, bu azg'unlarning dalili yo'qmi deyish mumkin. Bu zindiqlar dalil keltirayotgan bir oyat bor. Ma farratna fil kitab min shay. Ma farratna fil kitab min shay. Biz Qur'onda hech qanday narsani chala qo'yib qo'ymadik degan bu oyatni tutib turib, Xo'sh. hamma narsa Qur'onni bor deb qaraydi. Bu oyatni to'g'ri tushungan bo'lsa, metodi bilan tushungan bo'lsa, tafsir qilish, tahlil qilish, tahqiq qilish metodini bilgan bo'lsa jo'lamaydi. Bilmaydi-ku jahil yani. Bu oyat islomning prinsiplarini asos nuqtani ixcham bayon qildik. Tafsilotini payg'ambar sizlarga deb berdi. Agar dini aloqador masala bo'lmasa, buni aqlinglar bilan ijtihod qilsanglar, tafakkur qilsanglar, izlansanglar bo'ldi. Mesela siyasi hayat qo'shish, partiya qurishga o'xshash, davlat qanday idora qilish, aqliy masala bo'lib qolsa aqli bor. Ammo diniy masala bo'lib qolsa buni aql bilan yurtkinolmaydi. Cho'qim bunaqa manba lazim. Bu oyatni bo'l tushunmaydi. Shuning bu oyatga asosan Qur'on hech qanday chalib qo'yimdiq deganki, namozning shaklimi, oda qil shaklimi Qur'onda bor deb qarab qolaylik. Chunki boshda oxiri Qur'onning tafsirini bilmagachga yoki o'qimagachga bilmagachga. Xo'sh. Am Qur'on qarshi namozni ado qilish shakli yo'q. Bu yer kelgan chaqda cho'qim bir narsa ish kerak. Biz Qur'on bo'yicha ma'nomizda qarsak tapan bilan surib atab das qarsak namozni qanday o'qiydigan to'g'ri bir narsa chiqmaydi. Sunnatga qaytarilsa gap yolg'onchi bo'lib qoldi. 100% kazzoblik chiqadi. Shunga o'zini chand o'tmas qilsa. Cho'qim bu yerda ya Shi'alniki xurofat afzallarga tayinligini yoki uni sharqshunoslarniki zarlari bo'yicha uni yo'q so'zlaylik. Yoki olmagan bo'lsa, buni jugunni tutgan istixborotlar maydonga chiqib bu millatni bo'lmamsan deb jina sanjiqlik bo'ladi. Bundan boshqa ehtimollik yo'q. Chunki bu kasbiy odamlar emas o'zidan sahasi. 4 yil bir maktabda o'qib, 4 yil bir diplom olib, ya qumda o'qib kelgan bo'lsa, men shialigini tashabbus qilaman deydigan, ya Gollandiya sharqshunoslikda o'qib, men sharqshunoslik bo'yicha biznes deb baqsam bo'lamdik deydigan kasbiy emas hech qaysi. Xo'sh, xo'sh. Shunga bu kasbiylikdan so'z ochqani bo'lmaydi. Xo'sh, endi Qur'on qarasak 5 vaqt namozning ishorati bor bo'lsa, 5 vaqt namoz ishorati aniq. Shunday bo'lsa-mu, bu Qur'onning ba'ziga ishini, ba'ziga ishonmaydigan bu zindiqlar
Namaz 3 vaqt. Bu o'zini Qur'onchi deb niqoblab olgan bu zindiqlar 3 vaqt namozni ittifoq emas. Va bizdan zindiqlar uni deb baqqan bilan, men arab dunyosi zindiqlar va boshqa zindiqlar boshqa narsa deydi. 3 vaqt namozni ittifoq. Enin kayinida namoz 2 rakat degan bo'lsa, ba'zi namozni 2 rakat deydi, ba'zi 1 rakat deydi. Ba'zi juma namozini e'tirof qildi, ba'zi juma namozimi yo'q namoz deydi. Xo'sh. Bu zindiqlar namozdan ado qilish shaklida ittifoq emas, namozning vaqtida ittifoq emas. Bir narsada ittifoq. Qur'onning hammasiga ishonadigan musulmonlarni zaharlashga, ozdirishga, qo'ymoqtirish ittifoq. 5 namoz o'qiydigan musulmonlar hujum qilish ittifoq. İttifaq yerim shu. Uningda boshqa ittifoq yeri yo'q bu. O'zini Qur'onchi deb atab olgan saxtipazlarni. Bu yerda shuni kesib ayta olamizki, 5 vaqt namozningki ado qilinish shakli musulmonlarga payg'ambarimizdan inkor qilg'ini bo'lmaydigan darajada ehtimal, ya'ni xato bo'lib qolish ehtimolligi bormi, tasavvur qilg'ini bo'lmaydigan darajada musulmonlarga yetib kelgan. Ya'ni motivator yo'lga yetib kelgan. Xo'sh. Namoz payg'ambar alayhisolamdan tortib musulmon bo'lgan har bir musulmon jamoat bilan masjidda, jamialida minglab jamoat bilan naql qilib kelgan namoz. Sallu kama ra'aytumuni. Bu 30 odamdan 40 odamdan hadisdagi ba'zi yo'llarga o'xshash. Unda aytib kelgan minglab odam. Shu buni xato bo'lib qolish ehtimolligi, o'zirib qolgan bo'lish ehtimolligi, qo'shilib qolgan ehtimol qat'iy yo'q. U darajada yetib kelgan bu namoz. Bu motivator buni ishonmaydi. Ama Qur'onga kelgan oyatlar motivator yetib kelgan, Qur'onga ishondik deydi. Mayaka 200 ming munofiqlar bo'ladi. Motivator, Qur'on motivator o'g'atishimiz deydi. Bu namozningki musulmonlarga amaliy yo'lda minglab odamlar bilan motivator kelgan, bu yerga ishonmaydi. Bu motivator deydigan gap ishonmaydigan bo'lg'achqa sizga namozningki ado qilinish shakli haqida va namozning soni haqida bular boshqa ko'z qarashdi bu. Ya'ni inkor qilishadi. 5 namoz degan gap yo'q deydi. Shunga bu namozning shakli o'zgargan bo'lishi mumkin deydi. Hadisdan ba'zim yolg'on bo'lgandek, hadisdan ba'zim unda bo'lgandek, cho'qim bu namozning bir yeri bor. Buni o'zgarib ketadilar. Muhammad alayhisalom o'qib kelgan namoz emas hozirgisi. Demakchi bu zindiqlar. Xo'sh. Endi bu zindiqlar yana so'raymiz. Namozning 5 vaqt ekanligi namozning takbir bilan boshlanib, qiyomda turish, ruku qilish, sajda qilish, tashahhudla davom qilib, salom bilan oxirlashadiganligi butun dunyo musulmonlar ittifoq kelgan masala. Xo'sh. Nima ish bular buni ittifoq kelolmadi? Bularniki boshqacha buni sharqshunoslarning yoki shianing yana bizning gapini deb millatni bo'lishib o'rnashtirgan nima foyda chiqadi? Maqsad nima? Nima natijaga erishmoqchi? Bu bir tarixiy haqiqat bo'lsa-mi? Sharqshunos va boshqalardan zaharlanayotgan bu kazzablar deydi-ki, namozning shakli hozir Qur'onda yo'q deydi. Agar Qur'onda bo'lgan bo'lsa, biz shuni tutmaydik deydi. Unda bo'lib qolsa, namoz o'qimsa o'qimamsan zindiqlar. Namoz o'qisan qanday o'qiysan? 2 sajda qilib o'qimsa, 5 sajda qilib o'qimsa bir rakatda. Yoki sajda qilmaylar amitaba deb o'qimsa, ba'zilaring ro'lag'anga o'xshash. Bundan javob berish. Namozning shakli Qur'onda bo'lganimiz alatdi. Unda sen qanday o'qiysan namozni? Agar musulmonlar o'qiydigan bo'lsang, nima uchun shak qilasan, nima ish? Nima ish buni inkor qilsan? Nari bor Qur'onda bunda musulmonlar hozirgidek o'qiydi degan mushunday tafsilot Qur'ondan nari bor? Namoz o'qinglar deydigan buyruqlar Qur'oni Karimda, ammo uni o'qish ahvoli payg'ambarimizdan shak sig'maydigan darajada naql qilingan. Bularga birdigan eng tushishga javob bo'lmasin. Payg'ambar alayhisalom ve musulmonlar Allah'ınki aqimus salat namoz o'qinglar degan bu buyruqqa asosan namoz o'qib keldim Makka davridan tortib o'qib keldim. Xo'sh. Makka davridan tortib namozni davomlashtirdi. Payg'ambarimiz mush aqimus salat degan mush oyat tushgandan tortib musulmonlar o'qib kelgan bu namozning shakli o'zgargan bo'lsa, buning dalili qani? Aqimus salat degan Qur'onning buyrug'i bo'lsin deb payg'ambarimiz musulmonlar Qur'onning buyrug'ini o'qib keldi. Biz shu bo'yicha payg'ambarimizdan namozni o'qiyotimiz, hozir o'qiyotgan namozimiz deb e'tiqod qilamiz. Ammo sen buna ishonmay qolib qolsan, o'zgargan bo'lsang, nima daliling bor Qur'onda? Ikkinchi bir masala bu so'raydigan.
bu zındıklardan. Müslümanlar Mekke devirden başlayıp Peygamber Aleyhisselam'a ergişip hadis toplanışı ilgili namazını hazır şekli boyunca ada qilib keldi. Bu zındıklı deydi ki hadis tayinib namaz okugan olmaydı o deydi. Hadiste bundan mesele var deydi. Biz bu zındıklar deyimiz ki Müslümanlar hadis toplanışdan ilgili namaz okumtez okuydu. Bu 2, 3, 5 adam okumaydı. Müslüman boğanın hemmisi okuydu. Yani Medine hicret kıygandan tatip, İslam devlet kurulgan tatip, neçe min sahabe olgan bolsa, samin boğan Müslümanların hemmisi okuydu. Hadis'ki andamansan, hadis toplanışı ilgili okuydu. Müslümanlar bu namazın şeklini nereden öğrendi? Kur'an'da namazda mantak okunlar deydiğen bire hüccet, bire dil, bire ayet bağımaya zındıklar. Kur'an'ın ayetleri işenmeydiğen, sünnetin inkar kılan zındıklar. Namazda mantak okunlar deydiğen bir hüküm, bir dil Kur'an'da bağım. Hoş. Hadis toplanışı ilgili Müslümanlar namazdan şekil kimde öğrengen? Bu özgürüp kaldı bunun cevap verir. Buna cevap verilmeydi. Başka bir alıcı buna cevap veremedi bu zındık. Demek bulanınki nişanı milletine kaymak duruş. Yüzgününü tutkan adamlarınki tapşıyuğun vazifesini ada kılıştırın başka hiç kanda payda kelmeydi bular. Milletke kıç payda kelmeydi. Ular kelgen bolsa özünün nefsige yan çukur keldi bu payda. Bu sualı cevap bez bu zındıklar. Şu namazı kada okuyduğunda özleri ertogün belki jölüşü mümkün. Hindistanca okundu, Taylandca okundu, yoki Gollandacha okundu, yoki Tunca okundu. Belki ekranda film çekip yani yo'llashi mumkin. Biz bunda o'qiymiz debchi. Butun millat bir masxara qilib kular o'qiganimizni qarab. Endi Qur'onda qancha vaqt namoz bayon qilingan? Shu Qur'ondagi ishoratlardan bir ish yoz. Allah Taala Qur'on-i Karimda innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namaz musulmonlarga vaqt belgilanib farz qilingan ibodat. Xo'sh. Vaqt farz qilindi, belgilandi. Buni bayon qilib ro'shanlashib bergisi albatta payg'ambar dinimiz ulug'alloh. Xo'sh. Ya Qur'on Karim hafiz va salat va salatu vassalam. Namazga bak ko'ngil bo'linglar, ahamiyat beringlar, namozning vaqti qochirmanglar, bo'libmi? O'ttir namozning vaqtiga alayda diqqat qilinglar. Qur'on inkarchilari. Bu namaz 3 namoz deb turibdi. Biz bular gibimiz bo'yicha Qur'on oyati bilan javob beramiz. Bu yuqori o'qilgan oyat hafizu alas salovat va salat usta degan. Salovat degan gap ko'plik siyg'asi bilan keldi. Xo'sh. Birlik emas, ko'plik shakli bilan keldi. Ko'plik arab tilining qoidasi bo'yicha 3 dan ko'p bo'lganiga iste'mol qilinadi. Agar 3 namoz o'qigan bo'lsa salovat, bunun kaynida yana bir gap bor. Va salatu usta. Bu etbe o'xshashni ko'rsatmaydi, o'zgardi. Tilshunoslik qoidasi bo'yicha. Bu 3 namozga bu 4 salat usta qo'shilganchada bu ya 4 namoz chiqadi. Buni nima deysizlar? Bu zindiqlar deymiz. Enin kayında bu ya o'ttir namoz edi. Bu namozning o'ttir namoz bo'lishi uchun cho'qim 5 bo'lishi lozim. Asr o'ttir namoz esa 5 namoz bo'lishi lozim. 4 namoz o'ttir chiqmaydi. Xo'sh. 5 namoz payg'ambarimiz musulmonlarga olib kelgan namoz. Usta o'ttir namozi uchun cho'qim namozning soni 5 bo'lishi lozim. Buni nima deydi bu zindiqlar? Buni g'ing-pong qilmaydi. Agar arab tilini bildigan bo'lsa, Qur'onni tafsir qilishda azroq kichikkin savodi bo'lgan bo'lib qolsa, buningga hech qanday bir narsa demaydi. Bu namozning soni to'g'risida safsatlab tamamen mush oyatni o'zlam supurib tashladi bu zindiqlar. Xo'sh. Ikkinchi bir oyat misol olaylik. Qur'onni inkor qildigan Qur'onchi ismi bilan niqoblangan bu zindiqlar 3 vaqt namoz va deganga Qur'on Karimda tövbenda oyat dalil qildi. Aqimis salata liduluki shams ila ghasaqil layl va Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda. 3 namoz va islomda. Bunun dalili bu. Namozsham xubdan bandat namoz edi. Undan boshqa kunduzlik namoz yo'q edi. Pishim asr deydigan namoz yo'q edi bu zindiqlar. Xo'sh. Arab tilini bilmaganlik uchun ayetler hadisdan tahlil qilgan, tadqiq qilgan, usul fiqh deydigan bilimni bilmaganlik uchun, Qur'on ilmlarini bilmaganlik uchun, hatto arab tilidan savod bo'lmaganlik uchun oyatlarning egizpas ya qumning tarjimasi bilan yoki birisining tarjimasi bilan olijoq so'zlaydi. Bu oyatga duluk ishdan duluk degan kundan qayrilgan vaqt edi. Kundan qayrilgan vaqt tush vaqti o'qilgan namoz butun dunyo musulmonlarining nazarida pishim namoz edi.
pishim namozni o'qidi. Kechgacha qarong'i tushgacha o'qidi. Ya'ni 5 namozning hammasining ishorat va berdi. Bandat namozi bilan. Xo'sh. Bu zindiqlar bu haqiqatni nima bu yerda bilmaydi. Endi gapimizni xulosalab olsak, Qur'oni Karim namozlarning vaqti haqida ishorat qilgan oyatlar necha? Buning tafsilotini payg'ambarimiz amaliy harakat bilan bayon qilgan. Qur'oni Karim nima manda o'qildi deb nazariyasini bergansa, shu nazariya bilan xato yuz bergan bo'lg'achqa, masalan, hajdanki ahkomlarga qarasak, misol, bir odamga 2 kun, 3 kun yodlasin, amaliyotga olgancha tamtarab qoldi. Amaliyot bilan ko'ramiz. To'g'ri. Bu vajidan Alloh taolo musulmonlarga namoz o'qinglar dedi, ammo qanday o'qishni amaliy ko'rsatib qo'yguchi payg'ambarimiz bu. Payg'ambarimiz degan buni xalif bilan, sahobalar bir-birlab ummatga, musulmonlarga oyinda bugun qadar otadan balaga, ustozdan o'quvchiga o'rgatilib keldi. Qur'oni Karim peshim xutdan namoz haqida yuqorqi oyat del, aqibus salati duluki shams. Bashamas bu 3 degan bo'lsa, ma'lumimiz bu peshimdan tortib kechilik namoz, bandat namozi 3 oyatga ishorat. 3 namoz ishorat. Bandatlar xutdan namoz haqida min qabli salatil fajri va min ba'd salatil isha degan oyat xutdan namoz bilan bandat namoziga ishorat. Asr namoz haqida va salatul usta degan oyat ishorat. Ya'ni va qablal g'urub degan Qaf surasida oyat bor. Namoz shamdan kun kirish ilgari o'qilgan bir namoz. Asr namoziga ishorat. Namoz sham haqida tarafayn nahar. Kechiring kunduzdan 2 tarafi. Bir taraf etigan, bir taraf kech. Bandat namoz bir taraf bo'lgan bo'lsa, sahar vaqti, kechninki kirgan vaqti namoz sham bu namoz shamniki ishorati. Uningdan boshqa bir nechilagan oyatlar bor. Butun namozlarning ishorati haqida oyatni olsak, fa subhanallohi hina tumsun va hina tusbihun. Tumsun kechlik namoz, tusbihun saharlik namoz, va ashiyan asr namozi va hina tuzhirun pishim namozi. Rum surasi 17-oyat. Butun namozlarning ishorati. Buni amaliy hayoti bilan, buni amaliy asoslari bilan, qoidalari bilan, shartlari bilan ko'rsatib qo'yguchi biz bildirguchi kim desa Muhammad alayhisalom. Bu yer oyat faqat ishorat tariqasida ixcham bayon qildi. Bu bayon qilinish muhtojligi bayon qiluvchini Muhammad alayhisalom balog'ul mubin dedi, u ummatga yetkazdi. Bu orqali musulmonlar ijmo shaklda, ya'ni birlik shaklda islom kelganda bugungi hech qanday musulmon boshqacha aqidasi sog'lom, fikri sog'lom, dushmanning zarlardan zarlanmagan musulmon ham ittifoq kelgan bir masalada bugungi birlari qaysi bir maqsaddandir ola yo'q so'zlab bazar salishga urinmoqda. Bu haqiqat bu. Alloh razı olsun. Köpten köp rahmet. Programda jiq zindiq deb ko'p tilgandik. Zindiqni biraz bir o'zimizning tilda biraz aytib xalqimizga. Biz yuqori dedik. Sunnatni olimlarniki. Xo'sh. Mujtahid olimlarni, mutafakkir olimlarni, cho'ng olimlarnikimiz sunnatni bir butun inkor qiluvchi, bir butun qabul qilmovchi islomdan chiqib ketdi. Zindiq islomdan chiqqanligi ma'nosida. Xo'sh. İslamni inkor qilgan oyatlarni inkor qilgan, hadislarni inkor qilgan, islomning prinsiplarini chetqa qilgan buni zindiq deymiz. Bel bu azg'un deydi, yoki badbaxt shayton deydi, bu ham musbat namus uchun. Hamda hadisdagi hadisdan sanadi o sababdan yoki ma sababdan deb 1-2 hadisda, 4-5 hadisda unda ko'z qarashda bo'lib qolsa, kallasidan o'tmadi bir sabab bilan deydi. Yoki shu bilan voqeaga o'xshash, u bir tuttur. Lekin bir bütün holatda payg'ambarimizning hayotini, payg'ambarimizning hadislarni ko'rib bir bütün holat inkor qilish, payg'ambarlikni inkor qilganlik, payg'ambarlikning vazifasini va zakkiyim va yuallimumul kitob val hikma uni demak netchilagan vazifasini inkor qilganlik uchun bu islomdan chiqarishga olib bordi. Shu buni zindiq deb atadi. Bütün ochiq oshkora bularningki agarda Alloh hidoyat berib tavba qilib qolsa, o'sha bütün insonlarning oldida tövbe qilganligini e'lon qilmasa o'zi maxfiy qilib olsa qabul qilinmaydi-ku olimlarning ichida. Bu millatni ozdirgan biri shaxsiy bizsi murtad bo'lib islom dinida. Xo'sh. Men islom dinidan chiqib ketdim dedi biz. Bu yerda yashaydiganmiz. Bu millat ziyonkashlik qilmasa, millatni xato yo'lga boshlamasa, u Alloh bilan banda orasida qolgan bir ish. Xo'sh. Mavla millatni ozdirug'liq. Fitna fasod tarig'liq, qaymoqtirug'liq. Gerçi qaymoqtirolmagan bo'lsa-mu, avar qiliqliq. Bu sebepten bulan tövbe qilish chaqiramiz, iymonga qaytadan kirish chaqiramiz, Alloh tarafga qaytish chaqiramiz. Agar qaytmamış yo'l demamizsa, musulmonlar bunaqa murtadga qanday muomala qilamiz, shunday muomala qilish lozim. Bu yer bir nuqta bor, men izohlab o'tgan, mening o'zimniki ko'z qarashi. Murtad haqida olimlarimizning 2 xil ko'z qarashi bor. Xo'sh. Birinchisi murtadlikning jazosi haqida jazo berish to'g'ri kelib qolgan vaqtida buni shaxsiylar ijro qilinmaydi. Jamoat tashkilot ijro qilinmaydi. Buni hakimiyet devlet icra qildi. Hudud meselesini. Buni bir eskartib o'tdi. Shaxsiylarningki hududni ijro qilish, jazoni ijro qilish haqqi yo'q. Jamiyatningki amallikni
muqimligini, nizomini saqlash. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala murtadlikning jazosi bu dunyoda birlamdi, oxiratda birlamdi degan masalada agar bu jamiyatni qalaymaqon qilmagan murtadlik bo'lib qolsa, shaxsiy murtadlik bo'lgan bo'lsa, menninki tanlagan ko'z qarashim, o'zimning shaxsiy ko'z qarashim, buniki jazosi oxiratda berildi. Buning hisobini Alloh o'zi bir taraf qildi. Bu dunyoda emas, oxiratlik. Bu dunyoda biril deb tanlaganlar o bir bo'lik olimlarning ko'z qarashi. Ular davlat bo'lgan vaqtida, hokimiyat bo'lgan chog'da, jamiyatning inson qalamqa qilgan vaqtida namozni tashlagan emas, namozni tashlagan hadisdan qaydaga bir o'lcham bor. Al-mufariq jamiyat, jamiyatni igizpas qilgan, jamiyatni bo'lgan, parchalashib uringan, satqunlik qilgan, ishpiyonlik qilgan degan o'sha boshqa sifatlar qo'shilganlik uchun u siyosiy nuqtadan berilgan bir jazo. Ammo shaxsiy holatlikisini men uningki jazosini qiyomat kuni berildi deb qarayman. Bu o'zimniki shaxsiy tanlashim. Xo'sh. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan bu so'zlab o'tilgan narsalardan bu maxluqlarning qanchalik bir halokatning ichida ekanligini albatta ilgirki safsatlarda xalqimiz azroq bir ma'lumoti bor. Azroq hatto insonning qalbimi, yuragimi oldi bilan nima bor bir hadisimiz bor. Oldi bilan ham bir narsadan qalbingdan fatvo so'ra ham bir narsadan. Bir narsaning pok, nachar, buzuq ekanligini sog'lom fitrati buzilib ketmagan bir inson bo'lsa, normal bir inson bir narsaning oqqar qaysining to'g'ri xato ekanligini yuragimiz bizga pichirlaydi aslida. Buning bu bunchalar nurg'un safsatlardan azroq diniy ma'lumoti yoki dinga azroq muhabbati va har qanday xalqimiz yuragi pichirlaydi shu asli bularning safsat. Bu maxluqlar talatiga qarab nimasiga o'zining salohiyatiga qarab ish qilmam deganda bu deb ishchida mangnitillaydi hamdi. Lekin bu so'zlanayotgan mayli bo'lsandiki bo'lsin, ilgari hisoblarimizda bo'lsin, bularning qaysi darajadagi bir halokatning ichida ekanligi texambak har doim shunday oshkorlanib turibdi. Sharq Turkiston ulamolar birligi tunugun bayonot e'lon qilib xalqimizni jiddiy shaklda ogohlantirdi. Bularning bu halokatli yo'lda ekanligini nihoyat uzun bir shaklda bayonot e'lon qildi. Uni ko'rganlar bo'lsa ko'rishinglarni umid qilamiz. Har qanday xalqimiz bu azg'unlikdan yiroq turishi kerak va bularni ham ulamolar birligining butun ulamolarning bayonotida jiddiy shaklda hozir ustoz so'zlab o'tgandek tavbaga chaqiriq qilib, shu ochiq oshkora millatdan kechirim so'rashi va ikkinchi qilmaslikka va'da berishga chaqirdi hamdi. Rabbim Alloh bilmaymiz hamdi hidoyat berib balki tavba qilishi mumkin va yoki bo'lmasa yana shu o'zining azg'unligida azvaylishi mumkin. Ammo hayot bo'lsak dunyoda ko'rimiz qaysi shaklda, kimlarning qaysi shaklda nini zolimlar qanday vayron bo'ldi bu dunyoda. Nini ko'ranliganlar, nini masxara qilganlar bu dinni. Shularning mazarliq axlatxonasidan to'lgan bu dunyo. Ularni ko'ramiz albatta. Alloh umr bersa, yana bir qatim suhbat ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.